Qahramonlarni aloqaga chaqiraman. Menda o'rmon shimoliy qismida xavf haqida xabar bor. Ulkan daraxtlar ortidan tutun ko'rinyapti. Jasur, Binafsha, Zuzu, o'rmonda yong'in chiqqanga o'xshaydi. Yordam kerak. Bolalar, qayerdasizlar? Metin, yo'ldaman, yaqin qoldi. Tutunni ko'rdim. Qolganlar qayerda? Javob berishmayapti. Yong'in sababli simlar uzilganga o'xshaydi. Senga yaqinroq bo'lganim uchun men bilan bog'lana olgansan. O'zimiz o'tni o'chirishga harakat qilamiz. Voy buni qanday o'chiramiz? Metin. Juda ham katta maydon yoryapti. Ancha qiyin vazifa. Eng avval shamol yo'nalishini aniqlab, o't qayerga yoyilayotganini aniqlaymiz. Keyin yonayotgan va yonmayotgan qismlarni bir-biridan ajratamiz. Eng oxirida yong'in bo'layotgan joylarga suv sepib o'chiramiz. Unda ketdik, ishga kirishamiz. Afsus, shuncha daraxt nobud bo'ldi. Yong'in qayerdan chiqdi ekan? Ba'zan odamlarning oddiy xatolari katta fojialarga sabab bo'ladi. Kimdir sigaretni o'chirmasdan tashlab yuboradi, kimdir shisha idishlarni yerda qoldiradi. Quyosh nuri tushib, zarabinga aylanib olov chiqadi. Bolalar gugurt bilan o'ynaydi yoki kimdir gulxanni to'liq o'chirmay ketadi. Dastlab bu faqat bir uchqun zararsizdek ko'rinadi. Lekin vaqtida to'xtatilmasa, u butun o'rmonni egallaydi. Katta yong'inni o'chirish oson emas. Suv yetmaydi. Shamol olovni kengaytiradi. Hayvonlar qochadi. Qushlar uysiz qoladi. Daraxtlar esa bir lahzada yonib, kulga aylanadi. Biz ham nafas ola olmay qolamiz. Havo ifloslanadi. Hayot yo'qoladi. Shuning uchun har birimiz hushyor bo'lishimiz kerak. Hech qachon yerga zararli yoki ifloslantiruvchi narsalarni tashlamaslik, shisha idishlarni yig'ishtirish. Gulxan yoqqan bo'lsangiz, uni albatta to'liq o'chiring. Chunki birgina beparvolik minglab jonli mavjudotlarning halokatiga olib kelishi mumkin. Yashil makonni asraylik. Bu nafaqat tabiatning, balki kelajagimizning ham uyidir. O'rmonlar bu sayyoramiz o'pkalari. Har bir daraxt, har bir barg tiriklik nafasi. Ha, albatta, e'tiborsiz bo'lmasligimiz kerak. Jasur, kattalar ham yong'in oqibatlarini bilishsa va mas'uliyatli bo'lsa edi, tabiat kamroq aziyat chekkan bo'lardi. Ha, to'g'ri aytasan.